Tövende sizlarga bexatarlik tuyg'umiz nadin keladi degan maqolni anlatamiz. Yoqtirib anlag'aysizlar. Bexatarlik tuyg'umiz nadin keladi. Qachondan boshlanganligini bilmayman. Hammamiz unsiz yig'lashni o'rganib oldik. Ba'zida do'stlarimizni izlab, dardlarimizni to'kmoqchi bo'lamiz-yu, yanada turib qolamiz. Ilgari oilamizdagilarga xushallig'imizni aytib, qayg'u hasratlarimizni ulardan yoshiratdik. Mana endi azoblarimizni do'stlarimizdan yoshiradigan bo'lib ketdik. Biz hamisha ularning oldida xuddi hech narsa bizni yiqitanmaydigandek qiyofatga kirib olishga tirishamiz. Amaliyotda biz faqat ojizligimizni qorong'u kechaga topshirib, tong yo'raganda qaysarlikni asliga keltirishni o'rganib oldik xolos. Hech kim bizga yo'l ochib bermasa, o'zimiz bir yo'l ochamiz. Hech kim biz uchun to'salg'ularni supurib tashlamaydi. Aksicha, biz uni o'zimiz yo'qotamiz. Yo'lni o'zimizga tayinib menishimiz kerak. Shundala hayotlik yo'limizni mangan seri kengaytib ma'nolaymiz. Odam bu umrda boshqalarga yalvurib, dakki-dukki yurib, uning buningdan ansirab yurgandan ko'ra, o'ziga qattiq talab qo'yib, o'zidagi iqtidorni cho'nqur qezib, o'zini o'zi murodiga yetkazgani yaxshi. Biz hamisha ba'zida yomg'ir yog'sa biz uchun kunlik tutadigan odam yo'q. Yolg'izlik tassak, illiqlik ato qiladigan odam yo'q deb qaqshaymiz. Lekin biz bag'on seri ko'p ishlarni boshdan kechirganimizda shuni bayqaymizki, har bir odamning zimmasida o'ziga tushliq yuk bo'ladi. Har bir odam o'zining yo'lida mangadi. Hech kim har vaqt sizga diqqat qilib, sizga yordam qilib ketanmaydi. Kishilik hayotda mayli ota-onamiz, hamroyimiz yoki farzandimiz bo'lsin, kim izchil kimga hamroh bo'la olsin. Lekin tayanchga ega bo'lganligi uchunla o'z oldiga mustaqil bo'lishdan voz kechishga bo'lmaydi. Chunki hech kimning bir umr yo'lanchik bo'la oladiganligiga kafolatlik qilolmaydi. Siz erishmoqchi bo'lgan bexatarlik tuyg'usini faqat o'zingizla bera olasiz. Hech kim sizning kishilik hayotingiz uchun izchil badal to'layolmaydi. Faqat o'zingizdan boshqa. Amaliyotda hammamiz o'xshash. Hammamiz turmush uchun tirishayotganlar. Bo'ron chapqon kishilik hayotdagi chiniqish, jafo mushaqqat olg'i ilgirlashdagi to'salg'i. Hech kim muvaffaqiyat qirg'iga osonlikcha yetib borolmaydi. Biz boshqalarning chiroyidagi illiq tabassumini ko'ra olamiz, ammo boshqalarning qalbidagi yorlangan izlarni ko'ra olmaymiz. Biz boshqalarning olg'i ilgirligandagi tavranmas qadamini ko'ra olamiz. Lekin boshqalarning puti ostidagi qadoqni ko'ra olmaymiz. O'zni chiniqtirish bir xil aql farosat, shundaqla o'sib yetilishdir. Turmush mangu bizga boqmaydi. Har bir odam o'zining tirishchanligi orqali turmushning qanday bo'lganligini belgilash kerak. Qaysi bosqichda nima qilish kerak? Biz hammamiz o'zimiz uchun yaxshi plan tuzishimiz kerak. Kishilik hayotda tayyorga hayyor bo'lishga bo'lmaydi. Mayli nima ish qilishdan qat'iy nazar, agar vaqtincha tong nurini ko'rolmasak, tashvishlanmay, sabrchan bo'lish kerak. Osonlikcha voz kechmang. Balkim siz muvaffaqiyatga faqat bir qadamli qolgan bo'lishingiz mumkin. Go'zal turmush barpo qilishga muhtoj. Siz erishmoqchi bo'lgan hayotni faqat o'zingizla bera olasiz. Balkim biz tinmay jang qila oladigan kuchga ega bo'lolmasligimiz mumkin. Lekin mayli qanday vaqtda bo'lsin, bizda uchishda mazmut tura oladigan bir jup qanot bo'lishi mumkin. Boshqalarning nuri bilan emas, balki yetarlik, go'zal yashash uchun har vaqt o'zingizning quyoshi bo'ling.